Assalomu alaykum, Chorvador YouTube kanaliga hurmatli obunachilar. Do'stlar, bugun sizlar bilan navbatdagi boqilayotgan buqalarimizni ko'rib o'tamiz. Do'stlar, sizlardan bir iltimos, kanalimizning rivoji uchun like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa sizlarga foydali bo'lgan video qilishga harakat qilamiz. Bu mana boquvda semiz buqalarda mana qanday holat yem berib boqilyapti, qanaqa holat boqilyapti shularni xudo xolasa sizlarga qo'limizdan kelgancha aytib bildirib o'tamiz. Mana bu jonivorimizni oldin ham ko'rsatardik, esinglarda bo'lsa. Jonivor mana xudoga shukr ancha yaxshi to'lib, o'tali sifatli prezentli bu qo'lda qorinlari ham tortilib, bo'yinlari ham orqa oldi hamma yoq bir xilda chiqib yaxshi o'zgardi jonivor. Bu sementalga kalmik gibrid deb olganmiz bu molni. Mana xudo xolasa yaxshi jonivorlar. Mana bular ham yaxshi holatda mana. Bunisi shu qirg'iz buqa. Bunisi ham endi qirg'izmi bilmadim, ammo yaxshi mol, katta buqa jonivorlar, etlari ham yaxshi holatda mana jonivorlar ko'rsanglar mana pokiza xudo xolasa. Bularni inshaalloh shu qurbonlikka deb vahyapmiz, xudo xolasa yaxshi niyatda. Mana bular shu kichkina bo'zaklar, bularni ham ko'rsatib o'tardik. Esinglarda bo'lsa, bular shu semental gibrid, shunaqa Greenford gibrid buqalar. Mana bular ham xudoga shukr ancha yaxshi holatga kelib qoldi mana. Holatlari ham mana. Ammo etlari ham ancha yaxshi olib, juda sifat kirib qoldi mana jonivorlar. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana bunisi shu Qizil Angus gibridmi shunaqa deb nima qilyapti. Bu ham mana bo'yinli. Etlari ham, yelkalari ham yollanib to'lib qoldi xudo xolasa. Bu paroda mollar shu juda amaliy bir qo'pol, keng, yaxshi holatda bo'lar ekan. Shuni hisobi ham yaxshi o'zgarib, kiloga ham yaxshi kelar ekan akalar. Ililari ham qo'pol, yelka oldi, orqalari ham bir xilda keng bo'lib yaxshi mollar mana. Jonivorlar ko'rsanglar bo'ladi. Bunisini shu endi Alloh biladi, endi biz nimamiz bo'yicha shu limuzin gibridmi deb turibmiz, chunki ancha holatlari, sifatlari tortyapti mana. Oldilari ham, orqalari ham ancha keng mol jonivor. Mana holatlari hozirdan qara kichkina bo'lishiga qaramay, bo'yinlari chiqib jonivorlar, etlari ham, yelkalari ham ancha yollib, to'lib yaxshi ketyapti ko'rsangiz, mana xudoga shukr. Buni shu semental gibrid deb olganmiz mana. Buni ham yelkalari ham hozirdan past yollagan akalar. Kichkina mollar, lekin yaxshi holatda mana. Bular hozir tana qo'yib jonivorlar endi yo'g'ona yiringlashyapti mana. Bularni ham yeb ichishlari zo'r, xudo xolasa yaxshi holatda jonivorlar. Mana ko'rsanglar bo'ladi akalar. Orqalari ham jonivorlar yaxshi, ancha keng holatda. Bu buqalarimizga silyoz, somon, kunjara kepak shuna holatda yem berib boqyapmiz mana. Jonivorlar yaxshi holatda, yaxshi o'zgarilib, yaxshi qo'shyapti mana. Xudo xolasa 6-7 oyda ancha katta bo'lib yana ham. Xudo xolasa yaxshi natija bo'ladi inshaalloh. Ko'rsanglar akalar. Bu katta buqalarimiz ham mana holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. Mana bo'yinli, old orqalari bir xilda yaxshi bo'lgan buqalar mana. Jonivorlar xudo xolasa yaxshi mana holatlari. Bunisi kichikroq bular qaraganda, lekin bu ham chaqaloq kichkina emas. Yaxshi holatda mana etlari ham. Yoshlari ham xudo xolasa qurbonlikka yarasa 2 yoshga bo'lib qoladi inshaalloh. Uni yana bir video ham qilib ko'rsatamiz akalar mana. Ancha mana jonivor to'lib yaxshi holatda bo'lib qoldi mana xudoga shukr. Bulari shu navbatdagi sheriklari mana bular. O'zi bular kichkina edi olinganda ular nisbatan kattalarga qaraganda, lekin kichkinalardan ancha dadilroq edi mana hozirgi holati ham. Jonivorlar xudoga shukr ancha ochilib yaxshi holatda bo'lib qoldi bular ham mana. Etlari ham yaxshi mana. Xudoga shukr to'lib. Endi rosa yo'g'onab o'ziga olyapti mana hozir paytda. Mana bo'yinlari ancha bilinib qolgan. Yelkalari ham ancha yollib qolgan. Xudo xolasa bu yog'iga kengayib, to'lib ancha o'ziga kelib ketadi mana bular ham. Bunisi bunga qaraganda suvaliroq, ancha bir qo'polroq o'zi. Bular ham shu Rossiyadan keltirilgan shunaqa parodada mollar. Bular ham holatlari mana xudoga shukr ancha yaxshi bo'lib qoldi, ancha dadil bo'lib katta bo'lib qoldi. Bu katta buqalarimizga ham silyoz, padbor, somon, kunjara kepak shuna holatda yem aralashtirib beryapmiz akalar. Xudo xolasa shuna holatda ham yaxshi ketyapti mana. O'zlariga qo'shishlari yaxshi. Yemlarni ham ko'rsanglar, ancha jirli, yaxshi yemlar mana, kuchli yemlar. Hurmatli obunachilar, mana jonivorlarni orqalaridan ham ko'rsatib o'tyapmiz, ko'rsanglar. Xudo xolasa yaxshi holatda katta mollar.
orqalari ham mana holatlari, yelkalari, oldilari ham yaxshi bo'lgan. Oyoq qo'llari ham mana baholi sog'lom, yaxshi buqalar inshaalloh. Yoshlari ham xudo xolisa rosa 2 yoshlarga borib qoldi. Mana bunisi jonivor. Hali o'ta yog'li bo'lib, o'ta nima bilan ketmagan, yog'i bilan ketmagan mana. Chotlarning oralari yaxshi holatda. Lekin oz-moz yog'i bor endi. Lekin hali o'ta ko'p nimadan emas. Buni shu kattaroq jonivor. Jonivor. Alloh barakallah. Do'stlar, videomizni yakun yasaymiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa